Assalomu alaykum. Xudo xohlasa mana navbatdagi obyektimiz Toshkent Mirobod aeroporti arkasi. Kottedj. Bu ichkari ko'rinishi 1.6 sotik. Zal. Bu yerda 10 qo'lga kirgan zal. Xona, kuxna. Tamam. Privat, aligina qanaki yoqing. Burası podval. И 3-chi etaj. 3-chi etajga chiqqanida bitta saunzor bor. Kafelimiz razmi 60 ga 120. Xonalar обой bo'lingan и потолок надвижной. Детский комната. Потолок надвижной bo'lgan. И стеnalar обой. Pol narida qo'yilgan. И уже ikkinchi saunzor. besh gradus qirqilgan. Bitta spa. Hali bu aboy bo'lmadi. Xudo xohlasa kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Kanalga podpiska bo'lmaganlar podpiska tugmasini bosib ko'rasiz. Patolog qismi natijnoy bo'lgan. Ko'cha qismimiz 1.6 sotikka bo'lingan obyektimiz. Xudo xohlasa tez kunlarda kanalimizga joylaymiz. Kuzatishda davom etinglar, o'zinglar ehtiyot qilinglar. Alloh yomon nasib qilsin. Assalomu alaykum. Xudo xohlasa mana navbatdagi obyektimiz Toshkent Mirobod aeroporti arkasi. Kottedj